Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga yangi kirganlarga eslatma, biz faqat ilmda berilganlarni aytamiz. Shuning uchun bizdan hozir YouTube'ni bosib ketgan, ostida ilmiy asosi bo'lmagan, ya'ni aksariyati yolg'on bo'lgan vahimali ko'pirtma gaplarni kutmang. Demak, siz yaxshi kanal topdingiz va kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yingizlar. Bu narsa sizlarga kerak. Bizga obuna ham, ko'rish soni ham qiziq emas. Videolar uchun pul to'lanmaydi. Bu videolarni dehqonlarga yordam bo'lsin deb ishlayapmiz. Vaqtida shu xalq bizni o'qitdi, mutaxassis bo'ldik. Endi biz ham qarzimizni qaytarishimiz kerak. Demak, xabarlaringiz bor. Biz yurtimizda ekiluvchi har bir ekin va mevali daraxtlarning kasalliklari, zarar kunandalari hamda begona o'tlari, ularga qarshi kurashdagi agrotexnik va profilaktik tadbirlar, bular paydo bo'lganda qo'llaniladigan pestisid preparatlari, ularni ishlatish tartib-qoidalari haqida batafsil ma'lumotlar beruvchi videolar qo'yib boryapmiz. Va bugun yurtimizdagi asosiy ekinlardan biri bo'lgan no'xat ekini haqida gaplashamiz. Aytgancha, pestisidlarning nimaligi, turlari, qo'llash shartlari bo'yicha shu kanalda pestisidlar degan alohida videoda batafsil ma'lumotlar berganmiz. Yana pestisidi nima edi deb hayron bo'lmangizlar. Bilamizki, juda ko'pchilik kasallik, zarar kunanda va begona o'tlarga qarshi kurashda faqat preparatlar ishlatiladi deb tushunishadi. Va kommentariyalarda ham buncha gapni cho'zasan, bizga tars-turs qilib preparatlarni aytda qo'y deb ko'p yozishadi. Ya'ni bizda hammasi bir pasda bo'lsin degan yomon bir dangasa fikr bor. O'rganishga erinamiz. Lekin dehqonchilikni ham, bog'dorchilikni ham yaxshi bilish uchun ko'p narsalarni o'rganish kerak. Busiz foyda ola olmaymiz. Behuda xarajat qilib yuraveramiz. Demak, biz kasallik, zarar kunanda va begona o'tlarga qarshi eng avval profilaktikani, agrotexnik tadbirlarni batafsil qilib aytamiz. Chunki ana shular eng asosiy va eng arzon kurash usullaridir. Ya'ni chala savod agronom yoki agroaptekachilargina sal narsaga pestisid tavsiya qiladi. Ham pestisidlar vaqt o'tgan sari eskiradi. Zarar kunandalar ularga moslashib chidamli bo'lib boradi. Ham pestisidlar vaqt o'tgan sari eskiradi. Zararli organizmlar ularga moslashib chidamli bo'lib boradi. Demak, bu yil yaxshi ishlaganini 2 yildan keyin ta'siri kamayishi mumkin yoki undan arzon va yaxshiroqlari chiqishi mumkin. Lekin baribir kasallik, zarar kunanda va begona o'tlarga qarshi ishlatiluvchi o'zimiz sinagan pestisidlarning nomlari yoki tarkiblarini ham batafsil qilib aytamiz. Biroq bular ham hozir aytganimizdek vaqt kelib eskiradi. So'rasalaringiz o'sha vaqtda yangi chiqqan va yaxshiroq preparatlarni Telegramdagi dehqonchilik guruhida aytib boramiz. Guruh havolasi shu video ostida hamda kommentariyada berilgan. Yozuv oxiridagi yana yoki davomi degan so'zni bossangiz yozganimiz to'liq chiqadi. Shundaki ko'k yozuvli havolani ustiga bitta bossangiz o'zi guruhga o'tkazib qo'yadi. Endi no'xatga ham kuchli zarar keltiruvchi g'o'za tunlami, ya'ni ko'sa qurti haqida gaplashamiz. Bu kemiruvchi zarar kunandadir, ya'ni qurti kuchli zarar yetkazadi. Nega g'o'za tunlami, no'xat tunlami emas deb hayron bo'lmangizlar. Bu zarar kunanda fanda g'o'za tunlami deb nomlanadi. Bu zarar kunanda no'xatda eng xavfli hasharotlardan biri hisoblanadi. Unga qarshi kurashdagi eng katta muammo uni kech aniqlashdir. Chunki qurt dukkak ichiga kirib olganidan keyin preparatlarni ta'siri ancha pasayib ketadi. Shuning uchun unga qarshi samarali kurashish uchun uni biologiyasi, ya'ni qachon keladi, qachon tuxum qo'yadi va boshqa ma'lumotlarni yaxshi bilishimiz kerak. Demak, ko'sa qurti 120 dan ortiq o'simliklar bilan oziqlanadi, ammo 15-20 xil ekinda doimiy uchrab jiddiy zarar yetkazadi. Bulardan eng ko'pi g'o'za, makkajo'xori, pomidor, tamaki, dukkakli ekinlar, xususan no'xat, shuningdek oshqovoq va yer yong'oq, yovvoyi holda o'suvchi kanob, bangi devoni va boshqa o'simliklarga tushadi. Umuman olganda g'o'za tunlami O'rta Osiyoni hamma yerida uchraydi. Biroq ularning ko'payishi va zarar ko'lami iqlim hamda tuproq turiga qarab har xil bo'ladi. Masalan, yurtimizdagi Surxondaryo, Farg'ona va Andijon viloyatlaridagi aksariyat no'xat yoki makkajo'xori maydonlarida kuzgi tunlam doimiy bo'ladi va bu yerlar eng ko'p zararlanadigan hududlar hisoblanadi. Biroq Buxoro, Sirdaryo, Namangan, Qashqadaryo viloyatlarida ham sug'orish irrigatsiya inshootlari ishga tushirilgandan keyin bu yerlarda ham ko'sa qurti ko'payib borgan. Ya'ni ko'sa qurti namgarchilik yaxshi bo'ladigan yerlarda oson rivojlanadi. Ko'sa qurtini kapalagi ancha yirik bo'ladi. Qanotini yozganda uni kengligi 3,5-4 sm keladi. Tanasining uzunligi 2 sm gacha. Kapalagi jinsiy yetuk bo'lmaydi. Shuning uchun asal beruvchi o'simliklarning nektari bilan qo'shimcha oziqlanishga muhtoj bo'ladi. Aprel-may oylarida tuproq harorati +16 gradusga yetganda g'umbaklardan kapalaklar uchib chiqadi va bularning uchib chiqish davomiyligi 30 kungacha bo'lishi mumkin. Uchib chiqqan kapalaklari gullarning nektari bilan oziqlanib, juftlashgach, tuxumlarini ko'pincha
begonotlar, dag'al kanob, bangi devona, gulxayri, tugmachagul, ming devona kabi o'simliklarga qo'yib ketadi. Ko'sak qurtini birinchi bog'ini odatda kam tuxum qo'yadi va ertagi kunlarda masalan no'xat, tamaki, zig'ir, pomidor va makkajo'xorilarda rivojlanadi. Umuman olganda no'xat ko'sak qurti uchun yoqimli va to'yimli ekinlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu zararkunanda no'xatga katta zarar yetkazishi mumkin. Urg'ochlari no'xatni shonalash, ya'ni butanizatsiya davrida va gullash boshlanishida tuxumlarini shonalarga, gullarga va yosh dukkaklarga yakka-yakka qilib qo'yadi. Tuxumidan 3-7 kun ichida qurtchalar chiqadi va ana shu vaqt insektisid sepish uchun eng yaxshi payt hisoblanadi. Chunki bu vaqtda qurtlar mayda bo'ladi, ochiqda yuradi va hali dukkak ichiga kirmagan bo'ladi. Qurtlari gullashdan keyin, ya'ni yosh dukkaklar paydo bo'lishi bilan uni ichiga kirib ketadi va dukkak ichida himoyalanib olgani uchun bundan keyin preparatlarning ta'siri keskin pasayadi. Bizdagi hududlarda ko'sak qurti uchun eng xavfli vaqt bu ertagi no'xatda may oyining o'rtalari, kechki no'xat uchun iyun oyi hisoblanadi. Ko'sak qurtiga qarshi profilaktik kurashda, ya'ni ularni tushmasligi uchun u zararlaydigan ekinlar yig'ishtirib olingandan keyin yer chuqur ag'darib shudgorlanadi. Qora sovuqlar boshlanishidan avval dalalarga yaqqol suv beriladi. Ko'sak qurti suv bosadigan va nam yerlarda ko'paygani uchun yerlar ekishdan oldin yaxshilab tekislanishi, no'xatni o'suv davridagi sug'orishlarda maydonlarni ba'zi joylarda suvni uyilib qolishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Lekin ko'sak qurti no'xatda uchradi degani hosil katta zarar ko'radi degani emas. Uni haqiqiy xavfi qurtlarning soni, o'simlikning qaysi fazada zararlangani va zararlangan dukkaklarning miqdoriga qarab baholanadi. Masalan, har 100 ta o'simlikda o'rtacha 5-8 ta mayda qurt yoki 5-8% dukkaklar zararlangan bo'lsa, bu hali katta iqtisodiy zarar degani emas. Chunki no'xat ma'lum darajada yangi gul va dukkaklar chiqarib, zararni kompensatsiya qila oladi. Lekin qurtlar tez ko'payib, har 100 ta o'simlikda ularning soni 10-15 tadan oshsa yoki gullash, dukkaklash davrida dukkaklarning 10% dan ortig'i zararlana boshlansa, unda hosil sezilarli kamayishi mumkin va bunda kimyoviy kurashni boshlash kerak bo'ladi. Ayniqsa yuqorida aytilgandek mayda yosh qurtlar paydo bo'lgan davr eng muhim bosqich hisoblanadi. Chunki ular dukkak ichiga kirib olgach, preparatlarning ta'siri keskin pasayib ketadi. Shuning uchun ko'sak qurtiga qarshi kurashdagi asosiy maqsad katta qurtlarni emas, balki endi chiqqan yosh qurtlarni yo'qotishdir. Ko'sak qurtining tabiiy kushandalarining soni tabiatda yetarli bo'lmaydi va shuning uchun biomahsulotlardan keng foydalanish ham yaxshi samara beradi. Ya'ni trixogramma va brakon yirtqich hasharotlarni biolaboratoriyalarda ko'paytirib no'xat maydonlariga qo'yib yuborish kerak. Bular ko'sak qurtini 50% gacha kamaytirishi mumkin. Lekin ko'sak qurtini nazorat qilishda feromon tutqichlarga teng keladigani yo'q. Faqat bunda ko'sak qurti, ya'ni g'o'zatun namiga mo'ljallangan feromon tutqichlar ishlatilishi kerak. Shu yerda kichkina eslatma, no'xat maydonlarida feromon tutqichdan boshqasi yaroqsizdir. Ya'ni hozir ba'zilar baklashga elektr tutqichlardan foydalanmoqchi bo'lyapti. Aslida bular deyarli befoyda narsalar, shunchaki ko'zni aldash. Ko'sak qurtini vaqtida aniqlash uchun feromon tutqichlar no'xat maydonlariga o'simlik shonalashiga o'tishdan oldin o'rnatiladi. Odatda har 5-10 gektar maydonga kamida bittadan feromon tutqich qo'yiladi. Tutqichlar ekin tepasidan biroz balandroq joylashtirilib, haftada kamida 2-3 marta tekshirib turiladi. Agar tutqichlarga kapalaklar ilinib boshlasa, feromon tutqichlarning soni oshiriladi. Masalan, har 2-3 gektarga bittadan qo'yiladi. Feromon tutqichlarni nazorat qilish va olingan natijalarni yozib qo'yish hamda ishini qilib bo'lganlarni olib tashlab, yangilarini o'rnatib borish doimiy bo'lishi kerak. Nazorat qilish boshida har 3 kunda bir marta, kapalak ko'payganidan keyin esa har kuni o'tkaziladi. Feromon moddali rezina kapsula har 10 kunda bir marta almashtiriladi. Yerimasangiz, ya'ni feromon tutqichlarning yaxshi saqlanishi, ekonom qilish uchun ularni kun botar vaqtda dalaga o'rnatib, ertalab esa yig'ishtirib olib, shiypongami, uygami olib kelib qo'ying. Ko'sak qurtining har bir bo'g'inning rivojlanishini boshida bitta tutqichga bir kechada o'rtacha 2-3 ta kapalak ilinsa, bu trixogramma qo'yish uchun signal bo'ladi. Ya'ni tuxum qo'yish mavsumi ham boshlangan bo'ladi. Bunda darhol 60-80-60 mingtalik sxema asosida gektarga 200 ming dona hisobida 3-5 kun oralatib 3 marta trixogramma chiqarish kerak. Ya'ni tushunmay qolganlarga 60-80-60 ming degani birinchisida 60 mingta, ikkinchisida 80 mingta va uchinchisida yana 60 mingta trixogramma 3-5 kundan oralatib qo'yiladi.
Mabodo kapalaklari tuxum qo'yishda davom etaversa, yana gektariga plus 50 ming dona trixogramma qo'yish kerak. Bu 200 mingtalik sxema zararkunandani bitta avlodi uchun. Demak, zararkunandani har bir avlodi, ya'ni bir bo'g'iniga qarshi har safar yuqoridagi tartibda 200 mingtadan trixogramma tarqatiladi. Trixogramma ko'sa qurtini tuxumlarini yo'q qiladi, lekin qurtini ololmaydi. Biroq biomahsulotlar ham bu tirik mavjudot. Ulardan olinadigan samara ko'p narsalarga, masalan, to'g'ri sonda va to'g'ri joylarga qo'yilishiga, havoning harorati va namligiga va boshqa bir qancha faktorlarga bog'liq. Shuning uchun biomahsulotlar ham ba'zan yaxshi samara bermasligi mumkin. Agar biomahsulot qo'yaman desangiz, unda laborantlarning ishini shaxsan o'zingiz nazorat qiling. Masalan, trixogramma ertalab va kechqurun har 10 metrda bitta joyga 1 gektarga jami 3 martalikda 200 mingta qo'yilishi kerak. Umuman biz biolaboratoriya mahsulotlari, masalan, trixogramma, brakon, oltin ko'zlari bilan ham ishlashni o'rganishimiz kerak. Chunki no'xat o'sib ketgach, unga texnika yoki qo'l apparatlarda ximikat sepish qiyinlashib ketadi. Dron yoki aviatsiyalarda septirishlar esa ancha qimmat yoki topilmaydi. To'g'ri, hozirgi aksariyat biolaboratoriyalar o'zini ishini eplay olmayapti. Ya'ni ko'pi bir amallab dehqonni pulini olish uchun ko'z bo'yamachilik qilib yotadi. Keyin dehqon ko'radiki, amaliy natija yo'q va bor ahmog'ingni boshqa yerdan top deb bular bilan ishlamay qo'yadi. Ming reklama qilsa ham. Aslida biolaboratoriya mahsulotlari bu zo'r narsa. To'g'ri ishlatilsa, samarasi va xavfsizligi bo'yicha ularning o'rnini hech qanday preparatlar bosmaydi. O'zim ham biolaboratoriya bo'yicha ishlaganman. To'g'ri, biomahsulotlar ham ximikatlarning o'rnini to'liq bosmaydi, ya'ni ularda birdaniga tez samara bera olmaydi. Agar zararkunandalar bosib ketsa, bular ximikatlar kabi ularni tezlik bilan yo'qota olmaydi. Biroq biomahsulotlarni tabiatga yordam sifatida erta bahordan, masalan, mart oyidan boshlab dala atroflaridagi o'tlarga zararkunandalarni ko'payib ketmasligi uchun chiqarib turish kerak. Chunki o'tlarda turli zararkunandalar boshlang'ich rivojlanib oladi. Shuning uchun bu yerlarga 2-3 marta trixogramma, qurtlarga qarshi brakon, so'ruvchi hasharotlarga esa oltin ko'z tarqatish kerak. Shu yerda kichik bir eslatma, agar oltin ko'zni tuxum shaklida dalaga chiqaramiz desa yo'q deng. Chunki ko'pincha tuxumlarni chumollar tashib ketadi. Biroq yuqoridagi choralar noto'g'ri qilinishi natijasida yaxshi samara bermasa yoki bu choralar qilinmasligi oqibatida feromon tutqichlarga bir kechada o'rtacha 10-12 tadan ko'p kapalak tushsa va bu narsa 3-4 kun davom etsa, ayni shu dalalar birinchi galda nazorat ostiga olinib, shonagul va yosh dukkaklarda tuxum qayda hamda mayda qurtlar bor yo'qligi tekshiriladi. Zarur bo'lsa ximikatlarni qo'llash kerak. Chunki kapalaklarning bunday miqdori dalada ko'plab tuxum va qurtlarni paydo bo'lishidan darak beradi. Lekin qurt ko'rindi degandan hashakalla ximikat sepilmaydi. Ximikat ishlatishdan oldin zararkunandani miqdorini bilish kerak. Ular iqtisodiy zarar bera oladimi? Ya'ni eshagidan tushovi qimmatga tushib, ximikatlarga qilingan xarajat qurtdan kelgan zarardan ko'p bo'lmasligi kerak. Shuning uchun maydonda kamida 100 ta o'simlik tekshiriladi. Agar 100 ta no'xat tupida 20-30 tadan ko'p tuxum va yosh qurtlar aniqlansa yoki gullash, dukkaklash davrida dukkaklarning 10% dan ortig'i zararlana boshlasa, bu holat keyinchalik katta qurtlarning sonini keskin oshib ketishidan darak beradi. Bunda zudlik bilan ximikatlar sepish boshlanadi. Biroq ximikatlarni vaqtidan oldin ham, shuningdek kech qolib ham sepish yaxshi samara bermaydi. Chunki vaqtidan oldin sepilgan ximikatlarning kuchi yoppasiga qurt tushayotgan vaqtgacha yetmasligi mumkin. Ya'ni bilamizki, ximikatlar qanchadir muddatga, masalan 12-16 kungacha ta'sir qilib turadi. Ximikatlar kech sepilgan desa, kattarib ketgan qurtlarga yaxshi ta'sir qilmaydi. Ko'sa qurtiga qarshi ximikatlarni sepishda iloji boricha changitib sepadigan purkagichlar, masalan, OVHlardan foydalanish kerak. Biroq shuni e'tiborga olish kerakki, g'o'za tunlamini birinchi bo'g'in qurtlari mahkam bo'lmaydi. Ya'ni yashovchanligi sust bo'ladi va ularni bio usullar, masalan, yuqorida aytilgan bio mahsulotlar yordamida tezda qirib tashlash mumkin. Ikkinchi va undan keyingi bo'g'inlarga qarshi ximikatlarni sepish zararkunandalar yoppasiga tuxum qo'yib, yuqorida aytilgan miqdorlarga yetgandan keyin o'tkaziladi. Bu miqdorlarni esa feromon tutqichlar bilan bemalol aniqlash mumkin. Ko'sa qurtiga insektisidlar odatda 1-2 marta sepiladi. Ya'ni ular yuqorida aytilgan xavfli miqdorga yetgach, birinchi ishlovi shonalash, gullash boshlanishida o'tkaziladi. Bu vaqtda kapalaklar tuxum qo'ya boshlaydi va birinchi yosh qurtlari chiqadi. Umuman preparatlar sepishning eng samarali vaqti bu qurtlarni tuxumdan endi chiqqan paytidir. Ikkinchi ishlovi 7-10 kundan keyin, ya'ni ommaviy gullash va yosh dukkaklar yaralish davrida o'tkaziladi.
Lekin buni yangi tuxumlar ko'rinsa yoki yangi yosh qurtlar paydo bo'lsa yoki feromon tutqichlarda kapalaklar yana ko'paysagina o'tkazish kerak. Bo'lmasa shart emas. Uchinchi ishlovi zarurat bo'lsa, ya'ni qurtlar ko'payishda davom etaversa yoki kechki no'xat bo'lsa yoki havo issiq kelib yangi avlodlari chiqsa o'tkaziladi. Bu ishlov odatda ikkinchisidan 10-14 kundan keyin o'tkaziladi. Lekin aksariyat hollarda ikkita ishlovni o'zi yetarli bo'ladi. Aytgancha preparatlarni kechga tomon sepish kerak. Chunki bu vaqtda issiq ketadi, havo namligi oshadi, qurtlar esa faollashadi. Preparat tez qurib ketmaydi va asalarilarga xavf kamayadi. Ko'sa qurtiga sepiladigan preparatlarning turi ko'p, lekin hammasini nomma-nom aytishga vaqt yetmaydi. Ham yildan yil yangilari chiqib, eskilarning ta'siri kamayib boryapti. Umumiy holda ko'sa qurtiga ta'sir etuvchi moddasi emamektin, benzoat, indoxacarb yoki xlorant ranilip rol bo'lgan preparatlar hozirda eng yaxshilari hisoblanadi. Masalan, emamektin benzoat tarkibli insektisidlardan Proclaim, Alverde, Emaben, Proclaim Fit kabilar yosh qurtlarni 1-2 kunda oziqlanishdan to'xtatadi va entomofaglar, ya'ni foydali hasharotlarga zarari ancha kam. Yoki indoxacarb tarkibli insektisidlardan Stewart, Avaunt, Sherpa Indox kabilar qurtlarni 1-2 kunda to'xtatadi. Umumiy ta'siri ancha uzoqroq. Yoki xlorant ranilip rol tarkibli insektisidlardan Karagen, Fertera, Premio, Valium targa kabilar tuxumdan chiqqan yosh qurtlarga va katta qurtlarga ham yaxshi ta'sir qiladi. Himoya muddati ancha uzoq bo'ladi. Albatta, bular hozirda ko'p ishlatilayotgan preparatlar, lekin sotuvda shu tarkiblardan biri qo'shilgan yuzlab har xil nomdagi preparatlar bo'ladi. Olingan yoki ma'quli olishdan oldin preparatlarning qo'llanmasini o'qib ko'ring. U yerda qaysi zararkunandalarga va qancha dozalarda ishlatish kerakligi aniq qilib yozilgan bo'ladi. Biroq agar atrofda pilla boqishga mo'ljallangan tut daraxtlari bo'lsa, bu ximikatlarning ta'siri ularga ham ta'sir qiladi. Ya'ni bu tut bargini yegan pilla qurti ham o'ladi. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Lekin bunday tutzorlar 400-500 metr uzoqlikda bo'lsa, unda muammo yo'q. Tutlar yaqinroqda bo'lsa, ovoqa emas, shtangali purkagichlar yoki qo'l apparatlarida sepish kerak. Topsangiz dronlarda sepsa ham bo'ladi. Biroq ko'sa qurti va boshqa zararkunandalar kimyoviy preparatlarga tez moslashadi. Shuning uchun preparatlarni boya aytilgan tarkiblarga ko'ra almashtirib qo'llash kerak. Lekin ko'sa qurtiga ham boshqa zararkunandalarga ham qarshi kurashda profilaktik choralar, agrotexnik tadbirlar va biologik usullarda kurash eng ma'quli va eng arzonidir. Demak, no'xat zararkunandalarga qarshi kurash usullarini aksariyatini aytdik, lekin yodlaringizda mahkam qolishi uchun umumiy va qisqacha qilib yana bir bor eslatib ketamiz. Bularning birinchisi agrotexnik tadbirlar, ya'ni almashlab ekish, kuzgi shudgor va shudgordan oldin mineral hamda mahalliy o'g'itlarni berish, nam to'plash uchun qishga yoqib suvni quyish, yerlarni tekislash, urug'ni o'z vaqtida ekish, o'suv davrida mineral o'g'itlarni to'g'ri nisbatlarda berish, sug'orish muddatlari va ularning normalariga qat'iy amal qilishdir. Chunki bilamizki, aksariyat dehqonlarda bu zararkunandalarga qarshi faqat ximikatlar bilan kurashiladi degan juda noto'g'ri xulosa shakllangan. Yo'q, biz shu vaqtgacha berilgan ma'lumotlardan ko'rdikki, zararkunandalarga qarshi kurashda agrotexnik tadbirlar asosiy o'rinni egallaydi. Ya'ni muammo paydo bo'lganidan keyin uni yechish uchun katta xarajat, mehnat qilish kerak emas. Uni oldini olish ancha arzonga tushadi. Biz baribir yaxshi hosil olishimiz uchun ham shu ishlarni qilishimiz kerak. Ikkinchisi biologik kurash, ya'ni zararkunandalarni turli yirtqich kushandalarni ko'paytirib dalaga qo'yib yuborish va biologik preparatlardan foydalanish. Va yuqoridagi tadbirlar qilinmasligi yoki chala qilinishi oqibatida zararkunandalar no'xatni o'suv davrida ko'payib borsa, unda eng oxirgi ahmoqona chora bo'lgan kimyoviy preparatlarni qo'llashga majbur bo'lamiz. Lekin yana bir marta eslataman, pestitsidlarni zararkunandalar keltiradigan iqtisodiy zarar yuqori bo'lishi kutilganda, ya'ni ularni ko'payib ketish ehtimol bo'lganda va zararkunandalarning zichligi yuqori bo'ladigan joylardagina qo'llash kerak. Ximikatlar o'yinchoq emas. U boshqa chora qolmagandagina ishlatiladigan bomba. Xo'p, video cho'zilib ketdi, lekin baribir hammasini to'liq ayta olmadik. Aytilmaganlarini va yuqorida aytilgan ma'lumotlarni aniq tushunmagan bo'lsangiz yoki preparatlarning nomlarini anglay olmay qolgan bo'lsangiz, unda boya aytilgan Telegramdagi dehqonchilik degan guruhimizga o'tib so'rangizlar. Preparatlarning nomlari, tarkiblari, retseptlarini va qo'llash tartiblarini yozma shakllarda beramiz. Aksariyat savollarga o'zim javob yozaman. Ham bu videoda berilganlari umumiy ma'lumotlar. Sizdagi ekin yoki daraxtlaringizda kasallik, zararkunanda va begonotlar paydo bo'lsa, rasmlarni tashlangizlar.
aniq davo topish uchun avval aniq diagnoz qo'yish kerak. Aytgancha, bu videoda faqat no'xat zarar kunandalari haqida gaplashdik, lekin shu videodan keyin no'xatni begona o'tlari bo'yicha ham alohida qilib mana shunday videolar beramiz, nasib bo'lsa. Kasalliklari bo'yicha bundan oldingi videolarda gapirdik. Demak, shu bilan bu videoni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr azizlar.